Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolasa navbatdagi zakazlarimizni ham ustunovka qildik. Bu xonobodga bo'ldi. Xudo xolasa 7 ta eshik, 8 ta rom ustunovka qilib berdik. 08 lik mokri svetda bo'ldi xudo xolasa. Eshiklarimiz neoplastikadan bir qator hozir arzon qilamiz. Uylar ham xudo xolasa o'ta go'zal bo'lib tushgan ekan. Bir tomondan zo'r qilamiz. Ana. Bu romimiz. Romlarimiz 1.70 ga 1.70 lik. Oynalari gulli bo'ldi. Bu eshiklarimiz hammasi 1.20 ga 2.5 metrlik. Zamonlar ham bo'lsa razrli. Oshimosida ham 4 tadan qo'yib berganmiz. Oynalar germetiklangan. Har bir romda ochilishi bor. Mana geroklari bo'lyapti. Depolar ham 4 tadan. Bu taraflarda kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarsa, xudo xolasa Akfa, Indef hammasidan qilinadi. Tarafda ham bor. Tamam. Bu ichkariga oynali qilib berganmiz, shatlankalik. Bu ham o'zgacha o'ta go'zal bo'lib chiqqan. Buni razmeri 90 ga 2.5. Har birini qonli padagonlarigacha qilib berganmiz. Eshiklar. Ochilib yopilishlari ham o'ta go'zal. Zamonlarimiz ham magnit. Nimalar bor, rezinkalar bor. Bismillah. Bu taraflarda bu yoqda ham romlar bor. Eshik, bu tarafiga akfa qo'yilgan. Taraflari bor. Nomlarimiz qoldiramiz, xudo xolasa bemalol aloqa chiqarasizlar.